Fadilati namozi jamoat masjidga. Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilishgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: erkakni namozi jamoatga 25 daraja baland bo'lar ekan, u kishiki uyiga va yo bozor do'koniga yakka o'qigandan. Nimaga? Vaqtiki tahorat qilsa, vuzu qilsa va vuzuni yaxshi shakl bilan vuzu qilsa, puxta vuzu qilsa, undan keyin masjidga chiqsa va bu faqat uyidan chiqadi masjid namoz uchun. Hech bir qadamga qo'ymaydi, illa har bir qadamiga Alloh taolo unga darajasini baland qiladi va gunohini to'kadi. Va agar bu kishi namoz o'qisa, malaikalar unga duo qilib to'xtaydi, modomiki muntazir namozga. Va malaikalarning duosi bu ekan: ya Alloh mag'firat qilgin va ya Alloh rahm qilgin deb duo qilishgan. Va bu kishi o'tirgan joyiga ajri namoz o'qiganda ajrini olar ekan, modomiki intizor qiladi namozi jamoatga. Va ya shunga o'xshagan so'zni aytdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Masjidga jamoatga o'qish uyga o'qigandan, yakka o'qigandan va bozorga do'koniga o'qigandan ko'ra 25 daraja bilan bo'ladi darajasi. Va ma'noyiki vuzuni yaxshi shaklga qilsa, ay vuzuni tamom qilsa, barkamol qilsa, yaxshi puxta a'zolarini yuvsa. Va ma'noyiki masjidga chiqadi va buni uyidan hech narsa chiqarmaydi, illa magar namoz uchun masjiddan chiqsa, bundan murod ay niyati xolis namoz uchun uydan chiqadi, tahorat qilib. Shu niyat bilan bo'lsa, har bir qadamiga darajasi baland bo'ladi va har bir qadamga gunohi to'kiladi. Va vaqtiki masjidga o'tirsa, intizor namoz o'shanga avvalan unga namoz hisob bo'lar ekan va malaikalar ham duo qilar ekan.